bu istoriya ozgina ko'proq bo'lishi mumkin, vaqtingizga rozi bo'lasizlar. To'xtab oldim, bemalol gapirdim. Faqat to'g'ri qabul qiling bu narsani. Ishlaringiz yaxshi ketyapti, yaxshi pul topyapsiz. Oshna og'ayniga kam vaqt ajratyapsiz, to'g'rimi? O'sha paytda telefon qilib ko'rishib qo'yganda mazgingizni qotirib, sasiydigan, ming'illaydigan o'rtog'ingiz bo'ladi-yu. Hammaqa yo'lsa, prям ana ming'illaydi-yu, tushunasizmi? Ana o'sha o'rtog'ingiz bilan sizni ko'tarilib ketishingiz yoki o'sib ketganingizni ko'ra olmayotganmi yoki xohlamayotganmi odam bo'ladi. Bu meni tushuncham. Men shunaqa tushunaman. Chunki men o'zimni boshimdan shu narsa o'tdi. Men bitta o'rtog'im bor, kollejdan beri bilamiz, Sardor degan o'rtog'im. Oxirgi 2-3 yildan beri deyarli bir oyda bir marta yo ko'rishamiz, yo telefonlashamiz. Даже 2 oyda bir bo'lib qoladi bu narsa. Lekin bemalolda, как будто har kuni gaplashib yurganda bemalol telefon qila olasiz, bemalol gaplashiladi. Ishim tushib qolsa ham, ish tushsa ham bemalol telefon qiladi, tushunasizmi? Bironta anaqa yo'qda, olmaysan telefonni, ko'tarmaysan, hamma bo'lib ketdi. Umuman unaqa narsa yo'qda. Ishdan voqli bo'shab qolsam telefon qilaman. O'rtoq qattasan ko'rishamiz deyman-da. Shu 1 oy 2 oyda bir bo'lib qoladi bu narsa ham-da. Shu savol beryapman. Nimaga shunaqa hech sasimaysan desam, o'rtoq hamma ishlaydi, lekin seni ishingni bilaman, shu qancha ko'p ishlasang, shuncha o'sasan. Bos gazini deydi. Nima qilasan, men seni orqaga tortib nima qilaman? Shu bolalarni kontrga chaqirib, qayerqadir chaqirib, "Kiyossan, 4 ta chog'idan bittasiga o'tsa ham kiyossan" deydi. Misol uchun, "Yo'q ketmayapsan, glani shu" deydi. Qolgan narsalar nimaga kerak? Misol uchun, "Через день sen bilan ko'rishishni nimaga kerak? Boshqalarni yig'ilib turamiz. Unaqa payt sen ishdan qolib ketasan. Bos gazini" deydi. Qarang, sizni yaxshi ko'rgan o'rtoq kerak bo'lsa sizni oldingizga o'zi keladi-da, tushunasizmi? Mana shu o'rtog'im men Yunusobodda turardim, ammamnikida 6-kvartalda. Mashinasi bo'lardi. Kelardi. 10 kunda, 15 kunda bir aylanib kelib, ko'rib, gaplashib o'tirib ketardi men bilan. Har doim shunaqa qilgan. Xo'p. Bu narsani hozir ko'pchilik endi oshno'g'aynichilik, puldan ustun emas deyishligi mumkin. Men bu narsani gapirmayapman. Men bu yerda qanaqa sizni o'sishingizga qo'yib beradigan o'rtoq haqida gapiryapman, tushunasizlar? Agar hozirgi aytgan gaplarim sizda bo'layotgan bo'lsa, shunaqa qaysi o'rtog'ingiz ming'irlab asabingiz deyotgan bo'lsa, biling, u do'stingiz sizni o'sib ketayotganingizni, rivojlanayotganingizni ko'ra olmayapti. Men o'zimni sinalganim uchun aytaman bu narsani, bilam sinalganim uchun. Agar siz o'sha ming'irlar o'rtoq bo'lsangiz, mazgi sasayotgan o'rtoq bo'lsangiz, siz o'ylab ko'ring, nabarat. Rostdan ham shu o'rtog'imni o'sayotganini ko'rolmayapmanmikinman deb. Yo'q bo'lib ketsa boshqa tegmadi, o'rtog'ingiz yo'q bo'lib ketgan bo'lsa-da, unaqada ham zo'r tushuntiriladi-da. Haqiqatdan fidoyi odam ming'irlamaydi, shap bo'ladi-da, o'rtoq. Hamma aniq joyga kelmayapsan. Davay qiluvchan, keyin cho'tki gapirib qo'yadi, tushunasizmi? Bilan cho'tki tushuntirib qo'yadi. Sasimaydi. Hech nima o'sha sasiydigan o'rtoqlarim bilan o'sha gaplashmay qo'yganman, to'g'risi.